Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan dunyodagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib kelayotgan ekologik muammolar haqida so'z yuritamiz. Bobolardan meros qolgan muqaddas yer yashil chaman, bolangizday asrang uni, ko'zga qilingiz to'tiyo. Obi zamzam suvin asrang, asrang har bir chechagini. O'shanda siz asragaysiz ona yurt kelajagini. Orol bizni tashlab ketdi, ko'zlarini yoshlab ketdi. Ne bog'u bo'stonlarni olislarga boshlab ketdi. Asrang sir amudaryoni, Samarqandu Buxoroni. O'shanda siz asragaysiz bolangizga bu dunyoni. Asrang ona tabiatni, asrang diyonatni. Hech bir inson emas axir, farzand bilan diyonat. Asrga nisbatan insoniyatning yashash tarzi shu darajada o'zgardiki, insoniyat sivilizatsiyasida hali mutlaqo kuzatilmagan global isish, yer ekosistemining keskin pasayishi, qurg'oqchilik, cho'llanish kabi muammolarning yuzaga kelishi barchamizga birdek ayon. Olis avlodlarga meros qolsin ona vatan, meros qolsin O'zbekiston, muqaddas yer yashil chaman. Asrang oydin buloqlarin, asraganday elingizni. O'shanda siz asragaysiz g'uborlardan dilingizni. Tabiatdir volidamiz. Bundan roppa-rosa 10 yildan so'ng insoniyatning yashash tarzi qay darajada o'zgarishini tasavvur qilib ko'rganmisiz? Tabiatning o'zgarishi haqida-chi? Biz barchamiz onayizor tabiatning farzandimiz. Asrang ona tabiatni, asrang diyonatni. Asrang ona tabiatni, asrang diyonatni. Hech bir ona emas axir, farzandidan xiyonatni. Asrang ona tabiatni, asrang diyonatni. Bobolardan meros qolgan muqaddas yer yashil chaman, bolangizday asrang uni, ko'zga qilingiz to'tiyo. Obi zamzam suvin asrang, asrang har bir chechagini. O'shanda siz asragaysiz ona yurt kelajagini. Orol bizni tashlab ketdi, ko'zlarini yoshlab ketdi. Ne bog'u bo'stonlarni olislarga boshlab ketdi. Asrang sir amudaryoni, Samarqandu Buxoroni. O'shanda siz asragaysiz bolangizga bu